Assalomu alaykum hammaga. Haminglarni bugungi videoyimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biz sizlar bilan ingliz tilini repetitorga bormasdan, kursga bormasdan, o'qituvchiga bormasdan o'zingiz qanday qilib sun'iy intellekt, internet orqali o'rganish haqida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz demak ChatGPT dan foydalanib ingliz tilini o'rganish. Demak, darsimizni birinchi qismi ChatGPT orqali qanday qilib o'zingizni darajangizni ko'tarib olish mumkin bo'ladi. Buning uchun ko'pchilik o'quvchilar qiladigan asosiy xatolardan qochib, ChatGPT dan to'g'ri savollarni so'rashni o'rganishingiz kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Ko'pchilik o'quvchilar internetdan foydalanayotganda, sun'iy intellektdan foydalanayotganda alohida kontekst berishmaydi va shuni hisobidan sun'iy intellektdan to'g'ri foydalana olishmaydi. Siz ChatGPT dan foydalanishingiz uchun nima qilishingiz kerak? Birinchi navbatda hozirgi darajangizni kiriting. Masalan, men hozirgi darajam elementary. Qaysi darajaga chiqishni xohlaysiz? Buni albatta kiritishingiz kerak bo'ladi. Masalan, men elementary darajadaman va intermediate darajaga chiqishni xohlayman. 3-dan bo'lish kerak bo'ladi. Siz aynan qaysi yo'nalishda intermediate darajaga chiqmoqchisiz? Chunki ingliz tilida 4 ta section bo'ladigan bo'lsa, sizni readingiz, listening, speaking, writing 4 talasi alohida intermediate darajaga chiqishadi. Nima uchun bunaqa? Chunki speakingning rivojlanishi ozgina qiyinroq, writing undan ham qiyin, listening bilan reading ozgina osonroq bo'lishi mumkin va agar siz ChatGPT dan 100% foydalanishni xohlasangiz, aynan nima qilishingiz kerak? Hammasini birgalikda kompleks qilib olib borishingiz kerak bo'ladi. Demak, tasavvur qiling, sizning darajangiz demak elementary va siz intermediate darajaga chiqmoqchisiz ingliz tilidan. Bu uchun nima qilamiz? Birinchi navbatda ChatGPT dan so'raymiz. Hozirgi meni darajam elementary va men ingliz tilini intermediate yoki B1+ darajagacha o'rganmoqchiman. Buning uchun menda qaysi mavzular yaxshi o'zlashtirilgan bo'lish kerak? Qaysi mavzularda men yaxshi speaking qila olishim kerak? Qaysi mavzularda yaxshi writing qila olishim kerak va qaysi mavzularda reading qilganimda to'liq tushuna olishim kerak? Sizga bunda ChatGPT butun boshli mavzularning ro'yxatini berib chiqadi. Deydi 20 ta, 25 tacha mavzu bo'ladi va bu mavzularni endi siz bittasini tanlab olib, o'shani o'zini toki yodlagan so'zlaringizni speakingda ishlata olmagunizcha, readingda o'qiganingizda intermediate darajadagi tekstni o'qib tushunmagunizcha, writingda o'zingiz intermediate darajada tekst yoza olmagunizcha mashq qilishingiz mumkin bo'ladi, aynan sun'iy intellektni o'zidan foydalangan holatda. Kelinglar unda birinchi bo'lib qadam-ba-qadam ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, siz food mavzusida elementary dan intermediate ga ko'tarilmoqchisiz va ChatGPT ga shunaqa savol berasiz. Men elementary man va food mavzusida intermediate darajaga chiqishim uchun kerakli bo'lgan so'zlar, iboralar, collocationlar ro'yxatini menga bergin deb so'raysiz. Bunda ChatGPT sizga so'zlarni, ya'ni food mavzusida elementary darajadan intermediate darajagacha o'quvchilar bilish kerak bo'lgan so'zlarning ro'yxatini, collocationlarning ro'yxatini va iboralarning ro'yxatini hammasini beradi va siz buni o'zi bilan to'xtab qolmaysiz. Nima uchun? Chunki siz sun'iy intellektdan foydalanyapsiz. Qanaqadir kitobni o'qib, undan yodlashdan salgina farq qilish kerak bo'ladi bunda sizni o'rganish jarayoningiz. Demak, nima qilamiz? Demak, food mavzusida sizga so'zlar berildi, iboralarni oldingiz, collocationlarni oldingiz. Endi nima qilamiz? Bu so'zlarni yodlash uchun ham yana sun'iy intellektdan foydalanamiz. Yaxshi so'zlarni berding, rahmat. Endi siz yana ChatGPT ga so'raysiz. Men endi intermediate darajada xuddi shu so'zda ishlatilgan tekstni bergin deb. Nima uchun bu sizga kerak? Birinchidan, siz faqatgina so'zlarni o'zini yodlab qolibgina ingliz tilini intermediate darajagacha chiqara olmaysiz, chunki so'zlarni o'zini yodlab, ularni speakingda qanaqa foydalanishni, readingda qanaqa joyda kelishini bilmasangiz, bu so'zlarni sizga umuman foydasi bo'lmaydi. Demak, nima qilamiz? Mana shu so'zlardan menga tekst yasab ber deb ChatGPT dan yana bir marta so'raymiz. Unda ChatGPT sizga 200-250 ta so'zlik tekst yasab beradi. Agarda qisqaroq tekst yozib beradigan bo'lsa, siz so'rang. Yana qayta, yo'q, menga katta 200 betlik, 200 ta so'zlik, 300 ta so'zlik aynan bugungi o'rgangan so'zlarimdan foydalanib readingdan tekst tuzib ber
deb so'raymiz. Bunda ChatGPT siz uchun alohida 200 ta 300 ta so'zlik tekst tuzib beradi va keyingi qadam bizda nima bo'ladi? Mana shu tekstni o'qiganingizdan keyin yangi so'zlarni highlight qilib olib, so'zlarni qanday, qaysi holatda ishlatilganiga e'tibor berish, ya'ni tekstni birinchi bo'lib tarjima qilib olamiz, yangi so'zlar qanaqa holatda kelganiga e'tibor beramiz va uchinchi qadam yana sun'iy intellektdan foydalanish bo'ladi bu yerda. Tekstdan endi menga comprehension questionlar bergan, ya'ni tekstni tushunganim haqida, tushunganimni tekshirib olish uchun menga savollar bergin deb so'raymiz. Bu sizga nima uchun kerak? Siz shunchaki tekstda readingni o'qidingiz, yaxshi, sizda reading rivojlandi, yodlagan so'zlaringizni, yodlashingiz kerak bo'lgan so'zlarni ishlatilgan holatini ko'rdingiz, lekin bu bilan cheklanib qolishimiz kerak emas bizda. Bizda speaking ham rivojlanishi kerak agarda intermediate darajaga chiqishni xohlasak. Demak, nima qilamiz? Endi comprehension savollarni so'rab olamiz. Endi menga mana shu tekstdan kelib chiqqan holda comprehension questions ber. Ya'ni tushunishimni tekshirish uchun savollar ber deb so'raymiz. Va ChatGPT sizga 5 tadan 10 tagacha, 12 tagacha savollar berishi mumkin. Va bergan savollariga endi o'zingiz xuddi ChatGPTni endi nimasidan foydalanib, diktafonidan foydalanib javob berasiz. Ya'ni mana shu savollarni beradi, savollarga endi men javob beraman, sen esa meni bergan javoblarimni tekshirib menga baho ber deysiz. Demak, uchinchi nimada comprehension savollar va savollarga javoblarni ChatGPTdan yana bir marta foydalanar ekanmiz. Bunda speaking ham rivojlanadi, ham yodlagan so'zlarni speakingda foydalanish orqali yodlagan so'zlaringiz yana bir marta xotirada muhrlanadi. Endi bundan keyingi bizda bosqich esa bu mana shu yodlagan so'zlarimni ishlatilishini o'rganib olishim uchun menga exerciselar tuzib bergin, ya'ni mashqlar tuzib bergin deb so'raymiz. Qanaqa prompt beramiz? Demak, aytaylik sizga ChatGPT 50 ta yangi so'z berdi. 50 ta so'zdan foydalanib ishlatilgan bitta reading text berdi. Bu bergan tekstdan siz o'qib, tushunganingizdan javob beryapsiz comprehension savollariga ChatGPT bilan birgalikda. Masalan, qanaqa qilasiz? Shunchaki kirasizda ChatGPTga mikrofonini bosib, what kind of food do you like to eat deb masalan so'rayapti. I like to eat different kinds of food. My favorite one is vegetarian food. Sometimes I eat meat, but most of the time I like to eat vegetables. Javobingizni berganingizdan keyin ChatGPT mana shu savolingda mana shunaqa xatolar qilding, mana shu so'zni xato talaffuz qilganga o'xshaysan deb javob beradi va bu уже sizda speakingga beradigan feedback bo'ladi. Ya'ni o'qituvchi bajarish kerak bo'lgan ishni siz uchun sun'iy intellekt bajarib berar ekan. Va undan keyin oxirgi hammasini mustahkamlash uchun oxirgi qiladigan ishimiz esa yodlagan so'zlarimni to'g'ri gapda qo'llay olishim uchun fill in blanks, ya'ni gaplarni to'ldirib ketish mashqlarini bergin. Bu sizga nima uchun kerak? Qaysi so'z qanaqa holatda foydalanadi? Ma'nosidan kelib chiqib gaplarni to'g'ri to'ldirish. Bu narsa sizga ham readingda, ham speakingda, ham so'zlarni yodlab qolishingizda juda ham ko'p foyda beradi. Demak, ChatGPTga shunaqa prompt beramiz. Bugun o'rgangan so'zlarimni to'g'ri gapda foydalana olishim uchun menga 20 ta yoki 30 ta fill in blanks mashqlari bergin va yodlagan so'zlarimdan foydalanib men ularni to'ldirib chiqaman. Sizga ChatGPT bu haqda mashqlar beradi. Bergandan keyin bajaramiz va javoblarini ChatGPTning o'zi bilan yana bir marta tekshirib olishimiz mumkin bo'ladi. Shunaqa qilib biz ChatGPTdan foydalanib darajamizni ko'tarib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Agarda videoni shu nuqtagacha ko'rgan bo'lsangiz, sizni tabriklayman. Siz ingliz tilini o'rganish bo'yicha juda ham katta qadamni bosib o'tdingiz va endi siz uchun juda ham katta sovg'a bermoqchiman. Ingliz tilini o'rganish uchun ChatGPTdan, sun'iy intellektdan, internetdan foydalanish juda ham yaxshi, lekin ularning ham o'zini kamchiligi bor. Ayrim holatlarda hattoki ChatGPT ham xato qiladi. Ayrim holatlarda siz o'zingizni nazorat qila olmaysiz va ChatGPT bo'lgani bilan, sun'iy intellekt bo'lgani bilan, internet bo'lgani bilan undan to'liq foydalanmasdan dangasalik qilishingiz mumkin va aynan shu muammoni yechish uchun men sizga o'zimni 2 oylik kursimni taqdim etaman. 2 oy davomida siz 2 ta darajaga ko'tarilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ingliz tili darajangizni 2 ta darajaga ko'tarasiz. Agarda siz beginner darajadan boshlayotgan bo'lsangiz, 2 oy davomida siz A1, A2 ni o'rganib B1 darajaga chiqasiz va B1 darajada o'rganishni boshlayotgan o'quvchilar B1 ni B2 ni o'rganib C1 yoki B2+ darajaga chiqishi mumkin bo'ladi. 2 oy davomida qanaqa darslar o'tiladi? Sizga ingliz tilini o'rganish uchun
2 oy davomida kerakli bo'lgan hamma mavzular birinchidan o'tib beriladi. Faqatgina speaking uchun emas yoki vocabulary uchun emas, speaking, reading, listening, grammatika hamma skilllar 2 oy davomida sizni alohida 3 ta ustoz siz bilan birgalikda ishlab, sizga bu narsani o'rgatib beradi. 2 oylik kursimda siz haftasiga 6 kun o'qituvchi bilan birgalikda shug'ullanasiz. Sizni o'zingizga men bergan video darslar beriladi. Alohida har hafta men o'zim siz bilan birgalikda ovozli chatlar qilib, sizning muammolaringizni qanaqa o'zgartirish kerakligini va o'qish jarayonidagi qiyinchiliklaringizni qanday qilib yo'qotish, qanday qilib ularni yengib o'tish haqida men o'zim sizga ovozli chatlar, video chatlar qilib tashkillashtiraman va haftasiga 3 kun alohida kurator sizga biriktirib beriladi va 3 kun davomida kurator bilan 1,5 soat davomida mazza qilib ingliz tilida tushunmagan joyingizni so'rab olishingiz yoki bo'lmasam grammatikani speakingda mashq qilishingiz, reading, listeninglarni tekshirib analiz qilishingiz mumkin bo'ladi va 3-ustoz, ya'ni support teacher beriladi sizga. Reading, listening, grammatika, speaking hamma mavzular bo'yicha beriladigan savollarga sizni bergan javobingizni support teacher tekshirib, sizga feedback beradi, sizni nazorat qiladi, ya'ni kim darsga qatnashyapti, kim darsga qatnashmayapti. Bu narsani ham support teacherimiz nazorat qilib, sizga darsga qatnashmagan kuningiz, assalomu alaykum qadrli o'quvchimiz, siz darsga mana shu kuni qatnashmagan ekansiz, nima uchun qatnashmadingiz? Davay qatnashing yoki bo'lmasam siz mana shu mavzuda vazifalarni bajarmagan ekansiz, davay vazifalarni tashing deb sizni doimiy nazorat qilib turadi. Onlaynda natija bo'lmaydi deb ko'pchilik aytadi. Asosiy sabab esa sizda nazorat qiladigan odam bo'lmasligi. Va aynan shu muammoni hal qilish uchun biz alohida o'qituvchi bilan sizni nazorat qilishni tashkillashtirganmiz. Siz 2 oy davomida 3 ta ustoz bilan birgalikda o'qib, ingliz tilini o'rganib, 2 ta darajaga ko'tarilishingiz mumkin bo'ladi va bu uchun har kuni ingliz tili bilan shug'ullanasiz. Hammanglarni kursda kutaman. Agarda hozir mana shu videoni silkasi orqali kursga yoziladigan bo'lsangiz, 20% chegirma orqali kursga qo'shilib olishingiz va 2 oylik mazza qilib o'rganishingiz mumkin bo'lgan darsliklardan bahramand bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Hammanglar ingliz tilini o'rganishingizda omad tilayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar va kanalga obuna bo'lishni unutmang.